Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz. Xudo xolasa hammaga omad tilaymiz. Bizni kuzatishga davom etinglar. Menga bitta taklif bor. Kim rozi bo'ladi, ochmasdan turib, mayli 100 ming, 200 ming, 300 ming qo'yib men 500 ming so'm pul mukofotini beraman. 500 ming so'mni olaman deganlar qo'ysin qaytarib. 1000 dollar. Xo'p, mayli 50 dollar. Bo'ldi. 50 dollar, 50 dollar ikkita, uchta. Kimdir yutadiganda yuragim qisib turibdi-da. Men shu dodamga taklif beraman, 100 dollar pul beraman. Qo'ying joyiga. Я вам тоже 100 долларов даю. Нет. Ничего нету. Bolalar, ko'rlaring mana. Yo'q. Честно было. Я 50 долларов предложил, потом 100 долларов предложил. Aka 100 dollar beraman, qo'ying joyiga. Sizga ham mayli 100 dollar beraman, qo'ying. Aka siz oching. O'tsikdan televizor, ket. Hop. Aka sizga ham mayli 100 dollar предложение. Ana? Yurtdoshlar, xafachilik yo'q. Aka sizga ham 100 dollar. Qo'yasizmi? Akalar, sizga ham 100 dollar beraman, bering aka. Qani? Bilaydi Qanday qiling deyapti? Yo, qani endi? Nima, mikrovolnovka? Qoyil. Uchalalaringizga bor-ku, mayli. Bitta mardlik qilaman. Mayli, yana bitta imkoniyat. 100 dollardan pul beraman. Ochasizlarmi yo'q? Tashlaysizlarmi? Ayting. Uchalangizga 300 dollar pul mana. Mana o'yin chestli bo'lyapti, ko'rib turibsizlar? Mana 100 dollardan pul birtaga qilayman, olmayapti, pustoy chiqyapti qilagan. Voy, biling. 100 dollardan pul yana beraman, mayli, roziman. Ochasizmi, qo'yasizmi? Shoshilmayman. Bo'ldi. Stop. Ochasizmi? Mayli, oching, roziman. Pustoy. Yo'q. Televizor qirishdan. Oo, sovg'obman. Pol avtomat. 50 ketdi. Pustoy sotib olibman-da men. Mana shunda Gaz plita. Kuzatishga davom etinglar. Primerdan yangilikda aytganimda 20 ta mashina sotilgan kuni bitta iPhone 7 Pro Max qo'yamiz. Agar 25 tadan ko'p sotiladigan bo'lsa, bitta avtomashina qo'yamiz yutuqqa. Kreditga bermayman uni, shunday sovg'aga qilaman. Ha. bitta gap aytaman. 40 ta bo'lgan kuni bitta yangi Cobalt qo'yasiz. Javob. Shuncha gapmi? Agar bir kunda 40 ta mashina sotilgan kuni Pachka Besprava 2026 styledan qo'yib yuboraman. So'zim so'z. Bo'ldi. Akalar kelasizlar, eng arzoni Premier. Yana bitta savol beraman. Masalan, 20 sotildi, bitta mashina qo'yaylik, to'g'rimi? Mana savolda tashqari mashina qo'yiladimi? Bir kunda mashina qo'yiladi. Sovg'aga ta'sir qilmaydi u. Sovg'adan tashqari u priz, super priz. 8,5 nima deyapti? Like'larni qo'yinglar. Shu kommentariyaga chiroyli so'z yozib, bitta like bosganga bitta chotki priz qo'yib bering. Bo'pti, mayli. Kommentariyani eng chiroyli kommentariya yozgan, eng zo'r like'larda yo'q, ayamasdan bizga podpisa qilib qo'ygan bo'lish kerak va like'ni urib, chiroyli qilib kommentariya yozgan eng chiroyli kommentariya sohibiga bitta plyus pодарок